sizlarga men bugun sizlarga Robloxda tekin skin ya'ni kiyim olishni o'rgatib qo'yaman. Unda boshladik. Endi bizlar bu yerga avatar degan yerni bosib xuddi bu skinlarni olsak bo'ladi. Marketplay'dan bu yerga deymiz va buni bossangiz mana bularning bari tekinga do'stlar. Bu yerlarning bari tekinga. Unda tushunib olgan bo'lsangiz like bosing, komment yozing, saqlanib etib qo'ying. Ba'zi vaqtlarda kerak bo'lishi mumkin. Unda xayr.